Bugun vaqtingiz tejalgan holda sharh qilamiz 2x holda ADMdan keldi kelin GM endi yig'lamagin simsin. Xonimlar va janoblar, hozir bo'lib turinglar. Couch sharhini bugun tayyorladik siz uchun. Ortiqcha gap eshikka yuk, vaqt cho'zmasdan boshladik. Biz narxini aytamiz video boshida, siz yoqtirmani bosing video ostida. Kia Couch 4 komplektatsiyada taqdim etilgan Classic, Lux, Prestige va biz sharh qilib turgan GT Line. Bularning o'zaro farqlarini biz video davomida aytib o'tamiz. Solishtirishga qulay bo'lish uchun ba'zi bir sedan narxlarini ham berib o'tamiz. K5 bo'laman degandir bu toychoq, tashqi dizayni bo'pti, qo'g'irchoq. Avtomobilning tashqi ko'rinishi Kia'larga xos dizayn kodda bajarilgan. Kia K4ni o'rnak qiladigan bo'lsak, ammo bizga taqdim etilgan Couch bu Meksika bozori uchun mo'ljallangan avtomobil. Tashqi o'lchamlari bilan Kia Rio va Kia Cerato'larning o'rtasida joylashgan. Ichki bozorda sotilayotgan boshqa sedanlar bilan solishtirish uchun biz ma'lumotlarni taqdim etyapmiz. Ha, aytgancha, ba'zi bir davlatlarda aynan Kia Cerato Kia Couchning haqiqiy davomchisi deb hisoblanadi. 준중형의 스타일에도 K의 쓰리가 붙는 이 시간부터 Otabek faralarga 5 ketdi, chunki ko'rinishi bo'pti. Oh, yetdi. Avtomobilning faqatgina yuqori GT Line va Prestige komplektatsiyalarida barcha yoritish chiroqlari LED ko'rinishda ishlangan. Oddiylarda esa barchasi galogen lampalar. Hattoki maxsus LED kunduzgi yoritish chiroqlari va stop chiroqlarining kontur chizig'i ham oddiy komplektatsiyalarda mavjud emas. Mani mashinam Doda, hozir shunaqasi moda, salonlari shinam, qitimircha mashinam. Avtomobil o'rindiqlari me'yorda tarang va qulay. GT Line komplektatsiyada o'rindiq qoplamasi mato va sun'iy charm kombinatsiyasida ishlangan. Oldi 2 o'rindiqda isitish funksiyalari mavjud. Sozlanishlari mexanik, haydovchi o'rindig'i 6 yo'nalish bo'yicha sozlanadi. Orqa o'rindiqlar ham qulaylik bilan ajralib turadi. Eng ma'qul bo'lgan narsa bu orqa salonning o'ta kengligi. Bu ham yo'lovchilarga qo'shimcha qulaylik beradi. Orqa o'rindiqlarda tirsak qo'ygichlar nazarda tutilmagan, lekin barcha eshiklarda bu maqsadda kichik alohida maydonchalar qilingan. Salon haqida gapimiz hali ham bor. Ekranlardan uzoqlashmang zinhor. Umumiy salon ishlovi qattiq plastikdan tashkil topgan. Torpedka qismi e'tiborli tarafi juda engsiz ishlangan. Shu tufayli salonda umumiy kenglik mavjud. Shakl jihatdan estetik ishlangan eshik panellari bilan birlashib ketadi. Eshik panellari ham qattiq plastikdan ishlangan. Ba'zi qismlar sun'iy charm bilan qoplangan. GT Line komplektatsiyasida o'rta qismi mato bilan qoplangan. Oddiy pozitsiyalarda esa eshiklar paneli to'liq plastikdan ham bo'lishi mumkin. Subwoofer Ginger tozasi, magnitola dodasi, chistotali niskiy, visokiy, холодильник karavot. Bu narsalar faqat Xitoy avtomobillarida mavjud. Kia Couch multimediyasi esa quyidagidek. GT Line komplektatsiyasida Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlanuvchi 10 dyuymlik multimedia tizimi o'rnatilgan va TFT 4.2 dyuymli monoxrom displey va sun'iy charm bilan qoplangan multirul mavjud. Bundan tashqari mobil telefonni simsiz zaryadlash stansiyasi ham bor. Rul ostida uzatmalar o'zgartirish dastasi va avtomobil start-stop tugma orqali yoqish funksiyasi. Va qolgan quyi pozitsiyalarda avtomobil motor kaliti bilan o't oladi. GT Line va Prestige komplektatsiyalarida elektr yuritmali lyuk, 2 zonali iqlim nazorat qilish tizimi, Smart Key kalitsiz kirish tizimi bilan birga uzoqdan dvigatelni o't oldirish funksiyasi mavjud. Oddiy pozitsiyalarda esa biz sanab o'tgan narsalar tabiiyki farqli bo'lishi mumkin. Kia'larga xos bo'pti tashqi ko'rinishi. Qanday ekan mashinani yurishi? Mashina haydashga bo'lmadi imkon. Motor haqida gaplashaylik shu. Tabiiy havo olish tizimi bilan jihozlangan oddiy 1.6 litrlik 4 silindrli motor. Quvvati 123 ot kuchini tashkil etadi. Aylantirish lahzasi 151 Nm ga teng. Avtomobil soatiga 0 dan 100 gacha 10 soniyada tezlashadi. Aralash siklda yoqilg'i sarfi
6 litrni tashkil etadi. Bir 6 litrlik motor faqatgina 3 ta komplektatsiyada nazarda tutilgan va avtomat turdagi transmissiyaga ega. Eng oddiy klassik pozitsiyada esa mexanik transmissiyaga ega bo'lgan 1,4 litrlik 4 silindrli motor o'rnatilgan. Bu motor ko'rsatkichlarini siz o'z ekranlaringizda ko'rishingiz mumkin. Suratga olish uchun bizga Kia Couch'ni Ahmad Donishdagi joylashgan Kia'ning dilerlik markazi taqdim etdi. Bizning Avtoelon uz ilovamizda rasmiy dilerlar bo'limida siz o'zingizga eng yaqin bo'lgan dilerlik markazini topib, Couch bilan shaxsan tanishsangiz bo'ladi. Avtoelon uz avtomobil sotish va sotib olish uchun eng qulay ilova. Old qismi bo'lsa Kia'larga xos, orqa qismi bo'pti ro'zg'orga mos. Ha, avtomobilning yukxonasi rostdan ham juda katta, 544 litrni tashkil etadi. Yukxona keng va chuqur. Faqatgina ehtiyot g'ildirak himoya qiluvchi panel menga juda nozik tuyuldi. Og'ir yuk qo'yishni tavsiya etmagan bo'lardim. GT Line'da bordir shunday parktronik, oddiy komplektatsiyada esa yo'q. Disklar bo'lmasa ham sakkali 17 dyuymli taqilgan ko'p spitsali. Prestige pozitsiyada esa 16 dyuymli disklar, klassik va luksda esa 15 dyuymli diskalar o'rnatilgan. Umumiy dizayn jihatidan disklar o'zaro unchalik farq qilmaydi. Bu ma'lumotlarni biz rasmiy manbalarga ko'ra aytyapmiz. Ammo Meksika bozorida eng oddiy komplektatsiyadagi avtomobillar bosma disklar bilan jihozlanib, ustiga qalpoqlar taqilgan. Bizning nazarimizga tushgan asosiy narsalar shulardan iborat topdi. To'g'ri, aytilmagan ba'zi bir detallar bo'lishi mumkin. Misol, old osmalar McPherson turida bo'lib mustaqilligi yoki yoqilg'i va yukxona eshiklarini ochish kalitlari shunday pol qismida joylashganligi yoki-da faqat GT Line komplektatsiyasida mavjud bo'lgan haydovchiga raqamli assistentlari haqida, xavfsizlik tizimi haqida va hokazo. Ularga albatta yana kelgusi ko'rsatuvda to'xtalib o'tamiz. Chunki mashina haydashga bo'lmadi imkon, motor haqida gaplashaylik Shivon. Sizlar bilan bo'ldi Sharipov Saydolimxon, sharhimiz ham tugadi. Tamom.